Birinchi savol. Xo'p, birinchi savolda aytilishicha, ma'muriy qamoqqa olish chorasi qo'llanilmaydigan toifalarni aniqlashimiz kerak. Ma'muriy qamoqqa olish chorasi qo'llanilmaydigan toifalar javobda kim? Homilador ayollarga nisbatan qo'llanilmaydi. Keyingisi 14 yoshgacha bo'lgan bolani yakka o'zi tarbiyalayotgan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Xo'p, to'g'ri javob C javob bo'lar ekan. Doimiy ishga ega bo'lgan shaxslar, chet el fuqarolari degan javoblarni olish shart emas. Bu boshqa jazolarda edi. Endi ikkinchi savolga e'tibor qaratamiz. Xo'p, bu voqeani o'qib ko'radigan bo'lsak, nima haqida yozilgan? O'sha shaxsning ustida uni ruxsatsiz tibbiy yoki ilmiy tajriba o'tkazilgan. Shu sababli bu Konstitutsiyada shaxsiy huquq va erkinliklar bobida keltirilgan shaxsiy huquqni poymol etilishi hisoblanadi. Uchinchi savolda demak, bayram kunlarida davlat bayrog'ini tushirib qo'yilishi to'g'risida ma'lumot berilgan. Soat 6 da ko'tarilardi, nechida tushirib qo'yiladi? Soat 22:00 da tushirib qo'yiladi, 6 dan 10 gacha. O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro hujjatlar. Biz hujjatlarni 10-sinf darsligidan bilamiz. 10-sinf darsligining birinchi bobida shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Keyin 8-sinf eskida ham bor O'zbekiston ratifikatsiya qilgan hujjatlar, O'zbekiston qo'shilgan hujjatlar. Xo'p, bu hujjatlar aniq pakt bor. Ya'ni ikkita pakt bordi-ku, fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt bor. Keyin mana ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy pakt bor. Mana shu ikkita paktga aniq a'zo bo'lgan. Xo'p, bu aniq va yana irqiy kamsitishlar ham bor edi. Irqiy kamsitishlar ham bor edi. B javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Ayni shu hujjatlar haqiqatan ratifikatsiya qilingan. Haqiqat havoga o'xshaydi deb Jaloliddin Rumiy aytgan. To'g'ri berilgan ma'lumot. Ashyo yoki huquq muqobil berilganda yo bo'lmasa muqobil majburiyat mavjud bo'lganda shartnoma hadya deb tan olinadi. Shartnoma bunda hadya deb tan olinmaydi. Muqobil berilganda nima demoqchi? Sen xizmat ko'rsatgansan, pul berishim kerak-ku. Pulni o'rnida men senga muqobil mana telefon beryapman. Men senga hadya deyapman. Yo'q, bu hadya emas-da bu. Tushunasizmi? Bu hadya bo'lmaydi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Bunda to'g'ri yozilgan, seni xatoligini aytadigan bo'lsak, ashyoni qanaqa turda ekanligini aytmasdan turib va'da berish bu hadya hisoblanmaydi. Men senga telefonni hadya qilaman deb aytsam, bunday nima deydi? Bunday hadya shartnomasi haqiqiy hisoblanadi. Lekin men senga nimadir hadya qilaman desam, bu hadya shartnomasi haqiqiy emas. Bu hadya shartnomasi haqiqiy hisoblanmaydi. Xo'p, keyingisi hadya qiluvchining vafotidan keyin topshirishni nazarda tutuvchi shartnoma ham haqiqiy hisoblanmaydi. To'g'ri javob shunda bizda B javob to'g'ri javob hisoblanar ekan. Quyida berilganlardan qaysilari xalq hokimiyatchiligi bobiga oid? Ikkinchi bobga oid bo'lganlarni topamiz. Mana birinchi norma ikkinchi bobga oid, chunki 10-moddada yozilgan. Oliy Majlis prezident ish olib borishi mumkin degan. Xo'p, keyingisi 8-moddada yozilgan O'zbekiston xalqi to'g'risida. 1 bilan 3 to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, 2dagi 4-moddada davlat tili to'g'risida yozilgan. 4dagisi 2-moddada, u 1-bobda ikkalasi ham davlat suverenitetida. Javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Ven diagrammasi Qonunchilik palatasi va Senatga oid bo'lgan umumiy ma'lumotlarni tahlilashimiz kerak. Majlislari sessiyalar davrida o'tkazilishi bu Qonunchilik palatasiga to'g'ri keladi. Sessiyalar davrida bilasiz, sessiyalar qachondan qachongacha o'tkazilardi? Sentyabrning 1-ish kunidan iyun oyining oxirgi ish kuniga qadar o'tkazilardi. Xo'p, mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlariga yordam beradi deb aytadigan bo'lsak, bu nima deydi? Nima deydi? Senat deydi. Bu Senatga tegishli ma'lumot, chunki o'sha mahalliy davlat hokimlik organlaridan nima bo'lib kelardi ham ular, shakllanib kelardi. Bni 2 ga joylashtiramiz. O'z-o'zini tarqatib yuborishi mumkin, ikkalasida ham bor. Xo'p, ikkalasida ham bor, lekin e'tibor qaratishimiz kerak bu yerda. O'zini o'zi tarqatib yuborish to'g'risida mana bu yerda deputatlar degan so'z bor. Senatda tarqatib yuborishni deputatlar ovoz bermaydi-ku. Shuning uchun seni biz birga to'g'rilashimiz kerak. Tushunyapsizmi?
senat ham to'g'ri, uchdan ikki qismi ovoz berish kerak, faqat a'zolari, senat a'zolari ovoz berishga buyurdi. Deputatlar ovoz talab qilinmaydi-ku senat tarqatib yuborish. Shuning uchun 3-ma'lumotga to'g'ri kelmaydi bu. To'g'rimi, Aziz? D javobda. Xo'p, qarorlar qabul qilish ikkalasida ham bor. Ikkalasi ham qaror qabul qiladi. Xo'p, yiliga kamida 3 marta majlislar chaqirilishi bu senatda bo'lar ekan va birinchi majlisda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan Qonunchilik palatasi tarkib topgandan keyin 2 oy ichida, xo'p, senat tarkib topgandan so'ng 1 oy ichida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ikkalasini ham birinchi majlislar aynan shu komissiya tomonidan chaqiriladi. Bu birlashtiruvchi ma'lumotdir. Bo'lsa, DF ni birlashtiruvchi ma'lumotga olamiz. To'g'ri javob C javobi bo'lar ekan. Xo'p, har bir inson tabiatan shunday tuzilganki deb Farobiy aytgan. Keyingisi. Xo'p, qaysi holatda ijtimoiy ta'minot huquqiga ega bo'ladi? Har kim ijtimoiy ta'minot huquqiga ega. Bu dispozitsiya. Lekin ajratib ko'rsatilgan qismda nimani aytyapti? Qaysi holatda u ijtimoiy ta'minot huquqiga ega bo'ladi? Qarisa, ishsiz bo'lsa, boquvchisini yo'qotsa yoki shunga o'xshagan boshqa holatlar, qonunda nazarda tutilgan boshqa holatlar. Sen ijtimoiy ta'minot huquqiga egamisan sen? Yo'q, sen ijtimoiy ta'minot huquqiga ega emassan. Chunki voyaga yetgansan deylik. Shu qonunchilikda keltirilgan asoslarga to'g'ri kelmaysan sen. Har kim ijtimoiy ta'minot huquqiga ega, lekin laziz to'g'ri kelmaydi-da. Chunki dispozitsiyani harakatga keltiruvchi shart bor bu yerda. Qarisa to'g'ri keladi. Qarisa ishlab boshlaydi. Shuning uchun gipoteza bo'lish kerak edi bu. Gipotezamidi? Xo'p, keyingisi to'g'ri berilgan ma'lumot. So'roqda umumiy davom etish vaqti bir kunda 8 soatdan oshmasligi lozim deb aytibdi. Xo'p, endi to'g'ri, 8 soatdan oshmasligi kerak, bu birinchi ma'lumot to'g'ri. Ikkinchi ma'lumot, voyaga yetgan guvoh yoki jabrlanuvchini so'roq qilishning umumiy davom etish vaqti kun davomida dam olish va ovqatlanish 1 soatlik tanaffus hisobga olmaganda 6 soatdan oshmasligi kerak deb aytayapti. Bu 4 soat edi. 4 soat edi. Avval. Bu qonun hozir yangilangan, ha? Mana shu normalar voyaga yetmaganlar bilan bog'liq bo'lgan norma yangilangan. Shuning uchun ehtiyot bo'lib qo'yish kerak. Lekin baribir ham testda xato javob bu. 4 soat edi, lekin yangi qonunchilik bo'yicha olishimiz kerak. Xo'p, uchinchisi ham endi o'z-o'zidan xato javob bo'ladi, to'g'rimi? 1 bilan 4 to'g'ri javob bo'lar ekan, qara. Shu testni tuzatgan paytimiz bilganmizmi deyman-da. Mana bu norma yangilanib qolishi mumkin, qonun o'zgarishi mumkin. Buni noto'g'ri qilib ketish kerak, bo'lmasa test xato bo'lib qoladi-da. To'g'ri ma'lumot qilib o'rganimizda D javob ekan, xullas. Nuqtalar o'rniga mos keluvchi javobni aniqlang. 11.75% kimdan undirilyapti bu? Boladan ota-ona uchun undirilyapti. 11.75% B javobni olar ekanmiz. Xo'p, Milliy markaz parlament so'rovini jo'natadimi? Yo'q. Chunki u parlament organi emas. Ombudsman parlament so'rovini jo'natadi. Bu xato ma'lumot. Ikkinchisi ham xato ma'lumot. Ombudsman BMTning ustaviga umuman shartnoma, xalqaro shartnomalarga bog'liq emas, xalqaro majburiyatlarga bog'liq emas, deyarli ombudsman. Bu milliy markaz noto'g'ri bo'ldi. Uchinchisi, ishtirok eta oladimi? Majlislarda ishtirok eta oladi. Bu to'g'ri ma'lumot. 3 ta olamiz. Ombudsman 5 yil muddatga saylanadi deyapti. Bu ham to'g'ri ma'lumot bo'lar ekan. Xo'p, ombudsman lavozimiga nomzod bosh vazir emas, balki prezident tomonidan kiritilardi. Nomzod. Noto'g'ri, noto'g'ri javobi. Ya'ni C javob to'g'ri javob bo'lishi kerak edi. Xo'p, qaysi jazo nazarda tutilyapti? Ozodlikni cheklash kimlarga nisbatan qo'llanilmaydi? Uyda o'tira olmaydiganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Yoki uy yo'qlarga desak, aynan harbiy xizmatchilar, keyingisi O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarga nisbatan 2 bilan 3 qo'llanilmaydigan toifalar shular bo'lar ekan. Voyaga yetmaganlarga ham, homilador ayollarga ham qo'llanilaveradi. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar. Shaxsiy hayot daxlsidagi 33-modda buzilgan. To'g'ri, 31-modda. To'g'rimi? Xo'p, keyingisi shaxsga doir ma'lumotlar, mana yana bu ham 31-modda buzilgan. Keyingisi
yana 31-modda turar joy daxlsizligi 1 3 6 bo'lishligi kerak. 1 3 6. Unitar davlatlar qaysilar? Bu yerda Gretsiya bilan Italiya unitar. B, S, A, D to'g'ri javob bo'ladi. Avstriya, keyin Shveysariya federativ ekan. Ana Shveysariyani bilasan, avval konfederativ davlat bo'lgan, keyin konstitutsiyaviy islohotlar natijasida federatsiyaga aylangan. 17-savolda jazoni yengillashtiruvchi holatlar oddiy, jazoni yengillashtiruvchi holatlar majburlaganlari uchun jinoyat sodir etishgan. Jinoyat sodir etishga majburlashgan. Xo'p, qaramlik sababli jinoyat sodir etishgan. Yengillashtiradi, ikkini olamiz. Keyingisi jabrlanuvchi zo'rlik qilgan, misol uchun jabrlanuvchi meni haqorat qilgan, haqorat qilganligi uchun men unga nisbatan jinoyat sodir etganman. Agar u haqorat qilmasa edi, men jinoyat sodir etmasdim. Bunday holatda ham nima deydi? Yengillashuvchi holat hisoblanadi. S javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Qolganlari og'irlashuvchi holat. Xo'p, demak, u yoki bu sohada milliy manfaatlarni ta'minlash maqsad, vazifa, prinsipi, asosiy yo'nalishlari bu doktrina bo'lar edi. A javob to'g'ri javob sifatida belgilanadi bunda. Keyingisi ish beruvchi quyidagilardan qaysilariga tibbiy ko'rikdan o'tkazishi kerak? Ish beruvchi tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil etish kerak. Kimlar tibbiy ko'rikdan o'tadi o'zi? Birni olamiz, pensiya yoshiga yetgan shaxslar, keyingisi 18 yoshga to'lmagan shaxslar bo'ladi. 1 bilan 4 javobi D javob olinishi kerak. Xo'p, noan'anaviy monarxiya bu Birlashgan Arab Amirliklari, bilasiz, 7 ta amirlik, bitta oliy amirni saylab qo'yishadi. Malayziyada 13 ta sultonlik, oliy sultonni saylab qo'yishadi. C javob to'g'ri javob bo'lar ekan 20-savolga. Shaxsiy huquq va erkinliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ekologik huquqlar. Bu endi siyosiylarni chiqarib tashlaylik. Siyosiylar, birinchisi siyosiymi? Yo'q, hujjatlar bilan tanishish ekan, 34-modda. Xo'p, siyosiyni D siyosiy, keyingisi E siyosiy, miting, yig'ilish, namoyish. D bilan E javobi bo'lmasin. B variant bo'ldimi? To'g'ri javob to'g'ri javob B ekan demak. B javob A, S, B, F. To'g'ri. Yakuniy xulosani aniqlaymiz. Yakuniy xulosa. Demak, referendum o'tkazish birgalikdagi vakolatmi? To'g'ri ma'lumot. Favqulodda holat joriy etish, farmonni tasdiqlash senatning vakolatimi? Yo'q. To'xta birgalikdagi vakolat-ku bu ham. To'g'rimi? Ikkinchi ma'lumot ham to'g'ri ekan. Uchinchi ma'lumot. Xo'p, respublika vazirlik tuzyapti-da, vazirlikni tuzishda Qonunchilik palatasida mutlaq vakolati deyapti. Prezident farmon tasdiqlash bu aslida xato edi, bu senatning vakolati hisoblanardi. 3 ta xato ma'lumot sifatida belgilaymiz. 4-inchisi, hisob palatasining hisobotini ko'rib chiqish haqiqatan Qonunchilik palatasining vakolati hisoblanadi. 5-inchisi, amnistiya to'g'risidagi hujjatlarni qabul qilish senatning mutlaq vakolati hisoblanadi. Bu ham to'g'rimi? To'g'ri javob C javob bo'lar ekan. To'g'ri, to'g'ri. Davlatning moliyaviy nazorat organlari bu Bosh prokuratura huzurida Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi bo'ladi. Birda olasiz. Keyingisi albatta hisob palatasi to'g'ri javob bo'lishi kerak. Xo'p, chalib ketmaysiz ana bu MIP bilan korrupsiyaga. A javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Prokuratura to'g'risidagi qonunning 8-moddasida ana shu muvofiqlashtiruvchi organ. Qaysi organ? Bosh prokuratura C javob bo'lar ekan. Fuqarolikni tugatish asoslari. Qaysi holatda fuqarolik tugatiladi? Agarda fuqarolik yo'qotilsa, fuqarolik tugatiladi yoki fuqarolikdan chiqsa, demak fuqarolik tugatiladi. 1 bilan 4 ta aniq olmasligi kerak edi. To'g'ri javob D javob bo'ladi. 26-savol. 26-savolda aytilyapti, moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash. To'g'rimi? Necha yilgacha axloq tuzatish ishlari necha yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb aytilyapti. Axloq tuzatish ishlari xo'p
5 yilgacha, 7 yilgacha bo'lmaydi. Eng ko'pi 3 yilgacha bo'lishligi kerak. Xo'p, demak B, C, D javoblarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 5 yilgacha, 7 yilgacha, 5 yilgacha to'g'ri kelib qolgan. To'g'ri javobni javob sifatida belgilaymiz. Xo'p, nuqtalar o'rniga to'g'ri berilgan ma'lumotlar. Fuqarolik kodeksi. Neostoyka to'lash haqida talab bo'yicha kreditor o'ziga yetkazgan zararni isbotlashga majbur emas. O'ziga yetkazgan zararni isbotlashga majbur emas. Xo'p, agar qarzdor majburiyat bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi uchun javobgar bo'lmasa, kreditor neostoyka to'lashni talab qilishga haqli bo'lmaydi. Ikkinchi ma'lumot to'g'ri. Uchinchisi, qarzdor majburiyatlarni bajarishni kechiktirib yuborganda to'laydigan va o'tkazib yuborgan muddatning har bir kuni uchun majburiyatning bajarilmagan qismiga nisbatan foiz bilan hisoblanadigan neostoyka jarima hisoblanadi deb aytayapti. Bilamizki, foiz bu penya bo'lishi kerak edi. Neostoyka to'lash taraflarining kelishuvida nazarda tutilgan yoki tutilmagandan qat'iy nazar kreditor qonunda belgilangan neostoykani to'lashni talab qilishga haqli. Bu to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. C javobni olamiz. To'g'ri ma'lumotni aniqlaymiz. Nikoh tuzish nikohlanuvchilar. Xo'p, ariza bergandan keyin necha oy o'tgach? 1 oy, bu yerda 3 oy deb yozilgan. Uzrli sabablarsiz bo'lsa, kamaytirish ham mumkin nikoh yoshini. Ko'pi bilan necha yilga? 1 yilga. Xo'p, kim kamaytiradi? Hokim kamaytiradi. Bu yerda esa xalq deputatlari kengashi kamaytiradi deb aytilyapti. Bu xato ma'lumot. C javobda familiyasini o'zgarishiga olib kelmaydi. Er-xotin bir xil familiyada turgan bo'lsa, eri familiyasini o'zgartirmoqchi bo'lsa, bu ham xotini ham familiyasini o'zgartirish shart degani emas. Familiyaga aloqasi yo'q. Xo'p, to'g'ri javob D javob to'g'ri ma'lumot bo'lar ekan. Xo'p, yana fuqarolik huquqidan shaxsiy nomulkiy huquqlar muallifga uning mulkiy huquqlaridan qat'iy nazar tegishli bo'ladi. Uning intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan mulkiy huquqlari boshqa shaxsga o'tgan taqdirda uni o'zida saqlanib qolmaydi. Demak, mualliflik huquqi, men bir she'r yozganman, she'rimni ikkita huquq paydo bo'lgan. Bir huquq shaxsiy huquqim, shaxsiy nomulkiy huquqim, keyingisi mulkiy huquqim. Shaxsiy nomulkiy huquqim shu she'rning muallifi, men shu she'rning egasi, ismi, meni ismim bilan aytilishi kerak bu she'r. Bu nomulkiy huquqlarim bo'lsa, deylik u she'rni sotish, u she'rdan foydalanishga berish bu mulkiy huquqim. Agar mulkiy she'rni sotib olsa, deylik biron bir qo'shiqchi meni she'rimni qo'shiq qilib aytaman deb sotib oladigan bo'lsa va unga sotsam, ya'ni mulkiy huquqlarni unga sotsam, lekin meni ismimni o'zgartirib qo'ya olmaydi baribir. Baribir har doim shaxsiy nomulkiy huquqlar muallifning o'zida saqlanib qolaveradi. Bu sotadimi, sotmaydimi, uni ahamiyati yo'q. Birinchi ma'lumot shuning uchun xato. Ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Mualliflik huquqi shaxsiy nomulkiy huquq hisoblanadi. Bu ijodiy mehnat bilan intellektual faoliyat natijasida yaratgan shaxslargagina tegishli bo'ladi. To'g'ri ma'lumot. Agar natija 2 yoki undan ortiq shaxslarning birgalikdagi ijodiy mehnati bilan yaratilgan bo'lsa, bular ham mualliflar hisoblanadi. Bu ham to'g'ri javob, B javob bo'lar ekan. Mualliflik huquqi boshqa shaxsga o'tkazilishi yoki berilishi mumkin emas. 30-savolda qimmatbaho qog'oz turi bu obligatsiya bo'lar ekan, tenglik paritet. Davlat va boshqa organlar tomonidan bajarilgan muammolar uchun undiriladigan pul yig'imi bu tashliq hisoblanar edi. Xo'p, bu to'g'ri javoblar edi.